Yoshligimizda maktab va bog'chalarda tayyorlanadigan gulash taomi esingizdami? Aynan shu taomni xuddi o'sha vaqtdagidek qilib tayyorlaymiz. Lahm go'shtni uzunchoq yoki turburcha qilib to'g'rab olasiz. Piyozni ham xuddi shunday yarim oysimon qilib to'g'rab olamiz. Qizil sabzini mayda qirg'ichdan chiqarib olamiz, o'zgacha mazza beradi. Qizib turgan qozonga yog' solamiz. Yog' qizigach, birinchi go'shtni solib, yaxshilab baland olovda qovurib olamiz. Suvi chiqib tugab qovurilgan va pishgan go'shtni ustiga to'g'ralgan piyoz va qirg'ichdan chiqarilgan sabzi, tabga ko'ra tuz, qizil paprika va tomatli pastani solib yaxshilab qovurib olamiz. Massamizga botguncha suv quyib 40-45 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Alohida idishga un va muzdek suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz va pishgan go'shtni ustiga massani solamizda yaxshilab aralashtirib olamiz va yana 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Xuddi o'sha yoshligimizdagi gulash taomi tayyor bo'ldi. Like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Aytgancha sahifamga o'tsangiz, bundan-da mazali taomlar retsepti bor. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.